hech narsa xursand qilmayaptimi? Kuchi yo'q, uyqu buzilgan, doim xavotirdamisiz, yuragingiz o'zidan o'zi siqilaveryaptimi? Bu oddiy charchoq, xavotir emas. Bu depressiya. Shunday holatlarda eng ko'p o'rganilgan antidepressantlardan biri sertralin. Ko'pchilik uni Zalov nomi bilan biladi. U depressiya, panическая ataka, OKR, obsessivniy-kompulsivniy расстройство, posttraumatik stress va ijtimoiy xavotirlarda qo'llanadi. Eng muhimi shunchaki navbatdagi bu tinchlantiruvchi yoki uxlatuvchi dori emas, ta'siri asta-sekin boshlanadi va shakllanadi. Sertralin homiladorlik va emzish davrida ham yaxshi o'zini ko'rsata olgan. Ular ham ichsa bo'ladi, faqat shifokor nazorati bilan. Zalovni qanday boshlashdi, qachon ichiladi va ta'siri qachon boshlanishini to'liq ma'lumotini Telegram kanalimda yozib qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda sizni qanday muammo qiynayotganini yozib qoldiring. Men esa yechimini aytishga harakat qilaman. Shunaqa foydali kontentlarni qo'llab-quvvatlang, like bosing, repost qiling, yaqinlaringizga yuborib qo'ying va menga albatta obuna bo'lib qo'ying.